Endi sizni begona nomerlar telefon qilib bezor qilmaydi. Faqatgina siz saqlanib qilgan insongina faqatgina sizga telefon qiladi, xolos. Boshqa begona nomerlar tusha olmaydi. Qanday qilib buni qilsa bo'ladi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz o'rgataman. Bitta like, podpis va podelиться tugmasini bosib qo'ying. Sizlar bilan ustix. Bosdik. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib Play Marketdan Черный список deb oqtaramiz va chiqqan mana bu qizilni ustanovka qilamiz, ya'ni o'rnatamiz. Ha, aytgandek, bu mikrofonning o'rnida sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Ha, mana o'rnadi, kiramiz. Kirgandan so'ng ruxsat beramiz. Ruxsatdan so'ng aynan shu kalga olib o'tib, yana ruxsat beramiz. Endi qaranglar, mana 3 ta nuqta bor. 3 ta nuqtani bosib, settingga kirib, bu yerda birinchi blok turibdi. O'shanda mana bu yerda ikkinchisiga bosib qo'yamiz, ichiga qo'yib qo'yamiz. Shu bilan tayyor. Sizga begona nomerlar telefon qila olmaydi, faqatgina sizning kontantingiz telefon qiladi. Like, podpis, ulash qo'yamiz.